Qashqadaryoda tabiiy ofat oqibatida 25 yoshli yigit halok bo'ldi. Qayd etilishicha, Dehqonobod tumanida kuzatilgan kuchli oqim Adirda chorva mollarini boqayotgan yigitni oqizib ketgan. Marhumning jonsiz tanasi voqea joyidan 3 kilometr uzoqlikdan topilgan. Holat tuman prokuraturasi tomonidan nazoratga olinib, hozirda tibbiy ekspertiza olib borilmoqda. Hozir kunning ayrim shu kabi muhim yangiliklari qisqa satrlarda. Andijonda bedarak yo'qolgan 16 yoshli bolaning jasadi Qoradaryodan topildi. Aniqlanishicha, o'smir o'rtoqlari bilan cho'milishga borgan va suvda cho'kib ketgan. Qidiruv ishlari davomida voyaga yetmagan yigitning jasadi Andijon-Namangan yo'nalishini bog'lab turuvchi Daryo ko'prigi yaqinidan topilgan. Viloyat prokuraturasiga ko'ra surishtiruv jarayoni nazoratga olingan bo'lib, yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinadi. Namanganda 93 yoshli onaxonga birinchi marta tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma berildi. Ya'ni Ko'paysin Momo Sotvoldiyevaning ma'lumotlari shu kunga qadar fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish arxividan topilmagan. Sud qarori bilan ayolning 1933-yil 2-mart kuni tug'ilgani rasman tasdiqlanib, unga guvohnoma rasmiylashtirib berildi. Surxondaryoda haydovchi mast holatda tez yordam avtomobilini boshqarib ketayotgani aniqlandi. Yo'l-patrul xizmati xodimlari shubhali harakatlangani uchun tibbiyot birlashmasiga tegishli maxsus tibbiy yordam avtomobilini to'xtatganda haydovchi mast holatda ekani ma'lum bo'lgan. Holat yuzasidan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yilgan.